Assalomu alaykum barchaga. Bugun sizlar bilan reputatsion shaxsiy brend qurishni gaplashamiz. Hozir men sizlarga bu narsani oddiy, sodda tilda tushuntirib berish uchun Dilmurod aka o'zimizda ekspert haqida gapirib bermoqchiman va ularda keysni sizlarga ko'rsatmoqchiman. Yana bitta narsani aytib o'taman. Bularga qilayotgan ishimizni barcha sekretlarni sizlarga ochaman. Ya'ni reputatsion shaxsiy brend qurishda o'zim mutaxassisda bizlar masalan nima fishkalarni ishlatamiz, hammasini ochaman. Chunki ko'pchilik aytmaydigan narsalarni ham bugun aytishim mumkin. Shuning uchun videoni oxirigacha ko'ringlar. Demak, sizlarga sodda tushunarli bo'lish uchun Dilmurod akani misol qildim. Nima uchun bularni misol qildim? 3 oydan beri bular bilan ishlab kelyapmiz. 20 mingdan oshiq auditoriya hamda hozirgi holatda bularni deyarli ko'pchilik quruvchi sifatida tanigan. Chunki videolari Telegramlarda, Instagramlarda ham tarqalib ketdi. Ko'rsanglar bo'ladi. Umumiy hisobda biz 3 oyning ichida 30 milliondan oshiq insonga delik ko'rsatdik. Bu degani O'zbekiston aholisi 38 millionga yaqin bo'ladigan bo'lsa, deyarli barcha inson bir martadan bo'lsa ham ko'rgan bu insonni va ko'pchilik kerakli auditoriyani hisoblaydigan bo'lsangiz, zo'r, tajribali, ishonchli quruvchi deb уже qabul qilishni boshlagan. Va bu albatta bularning produktlarini sotuvlariga katta ta'sir qiladi. Xo'p, demak biz bularga nima qildik? O'zi reputatsion shaxsiy brend qurishda faqat kontent emas-da, kontentni qanaqa olish muhim. O'sha hamma qilgandaqa, masalan, biz kazev o'tkazdik bular bilan. Birinchisi, ikkinchisi, kontent mavzularini yozishni boshladik. Endi undan oldin qilinadigan etaplari bor. Bu sizlarga masalan unchalik важный emas. Sizlar asosan kontentlarni qanaqa olganligimizni va qanaqa formatdagi kontent olganimizni, nima mavzudaligini tushunsanglar bo'ldi. Hammamiz bilamiz, mutaxassislikni ochish uchun ekspertni kontent qilish kerak. Bu narsani qildik. Shaxsiy hayoti, odamning o'zini shaxsiyatini ochib berish uchun live kontentlar bularni qildik. Undan keyin odamlarga ishlarni ko'rsatish uchun keyslarni ham ko'rsatdik. Bularni ham qildik. Endi shularni ko'rsatishni qanaqa qilganligimizni tushuntiraman. Demak, boshda nima qildik? Biz ekspertni kontent qildik. Mana ko'rsanglar bo'ladi. Oddiy studiya formatda o'zlarining ishlarini ko'rsatdik. Va bu yerdagi prosmotrlar 6000, 7000, 8000 bo'lib kelgan. Undan keyin уже biz 9-10-videoni qo'yishni boshlaganimizdan keyin уже 11000, 16000 bo'lib ketgan. Keyin bu yoqda bizga bitta boost kerak edi. Ya'ni qolgan kontentlarimizni prosmotr kattaroq bo'lish uchun qanaqadir kichkina bo'lsa ham infopod kerak edi. Va biz bu paytda ijtimoiy kontent qildik. Ya'ni bitta xodimni rag'batlantirdik va bu videomiz 1.3 million prosmotr bo'ldi. Va bu tabiiyki boshqa kontentlarimizning prosmotriga ham ta'sir qildi. Bundan tashqari biz ekspertlikni, shaxsiyatni xuddi shunaqa savol-javob podkastning formatida qilib ko'rsatdik. Endi ularni orada qilayotgan ishlari va oldingi qilgan ishlarini ko'rishimiz kerak edi. Chunki bizdagi maqsad, shaxsiy brend qilishdan maqsad sotuv edi. Ya'ni yangi loyihalarni, sotuvlarni yaxshiroq qilish va insonlarga mutaxassis sifatida tanilish. Chunki boshqa kelajakdagi loyihalarni ham nazarda tutilgan edi. Biz agar keyslarni o'zlarini chiqartirib, prosta men masalan deylik, men bu obyektni qilganman, bu obyektga shuncha summa ketgan, masalan, shunaqa ishlar bo'lgan deb aytganlarida bu maqtanish bo'lib qoladi va bu noto'g'ri bo'lib qolardi. Bundan biz nima qildik? Biz o'zimiz xuddi ularni intervyuga chaqirgandek format qildik va o'sha yerda to'liq intervyu oldik. Intervyuning ichidan o'sha loyihalarni, loyihadagi plus tomonlari, pulli temalarni va qanaqa ishlar bo'lganliklarini qisqa kesib reels formatda Instagramga joyladik va ularni kollaboratsiya qildik. Bunda ko'rayotgan kuzatuvchi qanaqa qabul qiladi? Dilmurod akani deylik, shu quruvchini boshqa odam chaqirib intervyu qilyapti. Bundan xulosa nima? Demak, bu quruvchi ancha yaxshi ekanki, shu odamlar chaqirib intervyu olyapti bundan degan tushunchani beradi. Bu bitta sekreti. Va bunaqa formatdagi kontentimizni уже 1 milliondan keyin уже 300 ming, 500 mingga qarab turib ketdi. Keyin kontent qilayotgan yana bitta narsa bor. Har doim pul bilan atnashina juda ham aktual bo'lib kelgan va bunaqa formatdagi kontentlar kattaroq prosmotr olishni boshlagan. Bunda ham pul bo'lganligi uchun ham katta prosmotr oldi, lekin kichkina prosmotr olsa ham odamlarning мненияsi boshqacharoq ishlaydi. Bu quruvchiga nisbatan hurmati oshiga bunaqa formatdagi kontent sababchi bo'ladi. Keyingisi bu yoqda qilganimiz o'sha loyihani ochishni, insonni o'zini qadriyatini, shaxsiyatini ko'rsatish maqsadida oddiy formatda, unaqa professional kamera ishlatilmagan holatda oddiy telefondan olib, biz yangi joyi ochilishimizni shu deylik dadamdan duo olib shunaqa ochamiz va buni ko'rayotgan odam nima tushunadi? Bu odam demak, shu otasini e'zozli ekan, oilaviy holat yaxshi ekan, deylik tarbiya yaxshi ekan deb yana ham hurmat oshadi bunaqa formatdagi kontentda. Bunaqa formatda professional kamerada qiladigan bo'lsangiz, uyushtirilgan bo'lib qolardi. Xuddiki u anaqa uyushtirilgan, shunaqa olingan. Agar oddiy shu xuddi chekkadan yashirib turib video olayotgandek qilib ko'rsatadigan bo'lsangiz, tabiiyki bu kimdir video olganda, bu demak xuddi o'zini ko'rsatmagandek qilib ko'rsatadi bunaqa formatdagi kontent. Keyingisi yana ham bu narsani ishonchni mustahkamroq qilish uchun masalan do'stlik, oddiy formatda masalan men do'stim bilan shunaqa paytdan beri masalan birga tanishmiz, shuncha yillik do'stim bu, shunaqa qadrdonmiz,
shunaqa sekretlarimizni bo'lishamiz, bunga ishonaman degan formatdagi kontent qilganmiz. Bu nimaga yordam beradi? Qaranglar, prosmotr ko'proq olish uchun va odamlarning ishonchi sizlarga ko'proq bo'lishi uchun har doim mana qing'ir-sang'ir narsani chiqarish shart emas yoki qanaqadir trendlarni yoki sizni o'rningizga ta'sir qiladigan narsalarni olib chiqish shart emas. Oddiy siz masalan deylik o'rtog'ingizni olib chiqyapsiz, uni e'zozlayapsiz va bunda nima bo'ladi? Odamlar sizga birinchidan havas qilishni boshlaydi. U kontent professionalmi, professional emasmi, u muhim emas. Reputasion shaxsiy brend qurmoqchi bo'lsangiz, keyin подписчик ham o'zi muhim emas. Bunaqa formatda prosmotr ham muhim emas. Lekin sizni ozmi ko'pmi ko'rayotgan odam sizni hurmat qilishi va sizga havas qilishi muhim. Sizni ko'rayotgan odam qanaqa lider sifatida ko'radigan bo'lsa va sizni o'ziga kumir sifatida qabul qiladigan bo'lsa, bo'ldi. Siz ya'ni reputasion shaxsiy brend qura olyapsiz deb hisoblasangiz bo'ladi. Qolgan kontentlarimiz ham xuddi shunaqa deylik. Ketdi bu yoqda o'sha intervyu formatda boshqa loyihalarni ko'rsatganmiz. Men shu joyni qilganman, mana bunaqa bo'lgan. Pulli, qanaqa pulingiz bor, nima bizneslaringiz bor, nima natijalaringiz bor. Bu narsa muhim reputasion shaxsiy brend qurishda. Mana qaranglar, odamlar ko'rdi sizlarni, dunyoqarashingiz yaxshi, ota-onangizni hurmat qilasiz, o'rtoqlaringizni ham hurmat qilasiz. O'sha ko'ryapti. Ekspertning formatda kontentlaringizni ko'ryapti. Siz demak mutaxassissizda, qurilish tushunyapsiz, zo'r, cho'tki. Endi uni isboti bo'lishi kerak. Isboti bo'lish uchun albatta pulni ko'rsatish kerak. Iloji yo'q. Ko'rsatish bilan ko'rsatishning farqi bor-da. O'zi chiqib qolib, menda menimcha pulim bor, mana bunaqa desa, bu to'g'ri kelmaydi, конечно. Buni ko'pchilik biladi. Bu narsani biz o'zimiz intervyu formatda olib chiqdik. Mana necha pul turadi, necha pul ketgan, binoga necha pul sarflagansizlar, qanaqa bo'lgan, nima uspешный bo'lgan. Masalan, boshqa narsani misol qilib turib, pulni ham oraga tirib ketganmiz va odamlar ko'rgan odam biz pulga urg'u bermayotganligimizni tushunyapti va orada pulni ham ko'ryapti. Bundan xulosa chiqaradiki, ha, demak, shuncha sostoyani ham bor ekan. Ha, demak, hamma tomonlama bu deylik o'ziga to'q odam ekanda degan xulosaga keladi va hurmat qilishni boshlaydi. Undan keyin mana shunaqa narsani agar siz etapma-etap ko'rsata olsangiz kontentlaringizda, bu farqi yo'q. Professional kamerada olasizmi, telefonda olasizmi? Hammasini mana bu yerda ko'rganingizda, hammasi kamerada olinmagan. Telefonda olingan, oddiy telefonda olingan. Kerak bo'lsa, mana bunaqa formatda ham videoga oldirganmiz. Bu normal. Shunchaki siz kontent qilish ketma-ketligini bilsangiz bo'ldi. Birinchidan o'zlarini ko'rsatdik, ikkinchidan oilaviy holatlari, adalarni e'zozlashlari, oilalarni hurmat qilishlari, deylik, oila parvarliklarini ko'rsatdik. Uchinchisi, yon atrofdagi do'stlariga yaxshiligi, sodiqligini ko'rsatdik. To'rtinchisi, bu yoqda loyihalarni, keslarini intervyu formatda ko'rsatib qo'ydikda va oxiriga borib turib biz endi prodaja uchun как loyihalarni ham obzor qilishni sekin boshladik. Bundan keyin ustozlari haqida ham kontent olganmiz, chunki bu juda ham muhim. Deylik, bitta inson chiqyapti, men ustozimni qabul qilaman, men bundan bunaqa narsalar olganman, o'rnak olganman deb o'zini kibri yo'qligini ko'rsatib beradigan bo'lsa va u ustoz ko'rgan sifatda odamlarga ko'rinsa, bu yana ham yaxshiroq bo'ladi. Chunki ha, ustoz ko'rgan ekan, demak o'zidan o'zi chiqib qolmagan ekan degan yana ham tushuncha bo'ladi. Bu ya'ni sizni reputatsiyangizga yana ham plusga o'ynaydi. Bundan keyin o'sha biz ko'rsatyapmiz, loyihalarni ko'rsatyapmiz. Odamlar bizni tanidi, quruvchi sifatida o'sha aytganimdek to'rtta tomonlama shu oilani ham, do'stlikni ham, natijalarni ham, oldin qilgan ishlarni ham ko'rdi. Endi bu yoqda biz nima qildik? Biz bu yoqda endi tashqarida ko'pchilik biladigan, ko'pchilik tadbirkorlar chiqadigan joyga intervyu olib chiqdik va u yoqda haqiqiy odamlarning muammosini o'sha yerda ko'rsatdik. U yoqda biz shaxsiyatni ochganimiz yo'q. O'zi juda ham ko'pchilik bilsanglar, podkastga chiqib olib shaxsiyatni ochadi. Men deylik, men bunaqa bo'lganman, qiynalganman, chiqqanman, novdan bo'lganman, ko'tarilganman deydi. Biz unaqa qilganimiz yo'q. Biz teskarisini qildik. Biz xuddi odamlarga manfaatli bo'ladigan mavzu haqida gapirdik u yoqda. Ya'ni hozirgi qurilish bozorida qanaqa kasyaklar bor? Ruschasiga aytganda, qanaqa deylik, qanaqa minus tomonlari bor va odamlar qanaqa qilib aldanyapti. Odamlar uyayotganda nimalarga e'tibor berish kerak? Xuddi shu narsalarni intervyuda biz olib chiqdik. Va bu intervyuda olib chiqqanimizdan keyin o'sha videolar keskin tarqalishni boshladi. Telegram kanallarda tarqaldi, hozir juda ham katta rasmiy kanallarda tarqaldi, boshqa bo'ldi va bu bizga mutlaqo tekinga reklama ham bo'ldi desam ham bo'ladi. Chunki 1 millionlik kanalda menimcha kamida post narxi shu $500, $1000 bo'lsa kerak. Bundan tashqari Instagramni o'zida ham juda ham ko'plab realtorlar bo'ladimi, qurilishga taalluqli blogerlar bo'ladimi, videolarni qo'yib kontent olishgan va o'sha yerdagi videolar ham million prosmotr bo'lgan. Даже o'zimizni videomizni prosmotrdan ularning videolarini prosmotri ko'proq bo'lgan va bu bizga maksimalniy tanilishga yordam berdi. Va xudoga shukr, O'zbekistondagi masalan deylik, yillab davomida quruvchilik bilan shug'ullanib kelayotgan insonlar, katta quruvchi tadbirkorlar bu Dilmurod akaning Instagramlariga obuna bo'lishni boshladi, yozishni boshladi va birgalikda savmestni videolar qilib, loyihalar qilishga takliflar ham kelib tushdi. Bundan men shu narsani tushundimki, biz 2 oy, 3 oyning ichida katta quruvchilar darajasiga harakat qilib chiqyapmiz ekan. Deylik, ular bizga shunaqa taklif beryaptimi? Demak, o'zlariga loyiq ko'ryapti bizni.
Men bundan xursand bo'ldim va hozirgi holatda O'zbekistonda ular bu Dilmurod akani tajribali quruvchi deb qabul qiladi. Bu yoqda bitta narsani aytaman. Reputatsion shaxsiy brend qurishda sizga podpisчикni prosmotri katta ahamiyat yo'q. Siz qilayotgan kontentingizga ahamiyat qiling bo'ldi. Siz masalan o'zingizni qanaqa ochib beryapsiz, qanaqa yoritib beryapsiz, o'sha narsaga ahamiyat qilsangiz bo'ldi. Qolgani muhim emas. Video formati qanaqa bo'ladi? Albatta muhim u qaysidir joyda. Ekspertlik kontent qilyapsizmi, nimadir loyihangizni ko'ryapsizmi? U narsa muhim. Lekin sohaga ham qarash kerak. Deylik, siz quruvchimisiz? Sizni hamma biladi, shu zo'r montaj boshqani bilan ishingiz yo'q. Lekin sizni qurilayotgan obyektlaringiz zo'r bo'lsa, oddiy shu o'zingiz video olib, lekin zo'r loyihangizni ko'rsatib qo'ysangiz, o'sha sizga uровень beradi. Deylik, siz operator bo'ladigan bo'lsangiz, sizning mijozlaringizni natijasi zo'r bo'lsin, lekin siz o'zingizga olayotgan videongizni kачествоsi zo'r bo'lmasa, masalan, bunday qaraydi, o'zi operator o'zida unaqa narsasi yo'q, menga qanday qilib beradi degan narsa bo'ladi. Quruvchilar ham shunaqa. Quruvchilarning asosiy mijozi oddiy odamlarmi? U asosan qurayotgan obyektlari bilan maqtanish kerak bo'ldi. U video montaji boshqasi bilan emas. Deylik, siz boshqa soha vakilisiz. Deylik, oddiy stomatologsizmi? O'sha patsientlaringizni natijasi bilan maqtanishingiz kerak. Video montaji bilan emas. O'sha narsani tushunish kerak. Keyin video chiqarayotganda maqtanishni to'g'ri yo'lga qo'yish kerak. Deylik, siz o'zingizni klinikangiz bor, o'zingizni ko'rsatmoqchimisiz, chiqib turib, hozir klinikam sizlarga ko'rsataman, bunga shuncha pul tikaman, shuncha pul tikaman deydigan bo'lsa, odam maqtanchoq boshqa ishing yo'qmi degan narsani qiladi. Lekin siz o'sha men hozir aytgandaqa boshqa odamni chaqirib turibki, men senga intervyu beraman, sen mendan qilasan, o'shani chiqaramiz. Bu endi sekret aytyapman. O'zingizlardan qo'llanglar, men prosta xursand bo'laman, xolos sizlarga foydali bo'lsa. Va o'sha narsani qilsanglar, odamlar o'sha boshqacha qabul qilishni boshlaydi. Menimcha, ozmi ko'pmi sizlarga tushuntira oldim deb o'ylayman. Yana xuddi shunaqa foydali videolarni ko'proq chiqarishga harakat qilaman. Siz albatta YouTube kanaliga va Instagramga obuna bo'lib, doimiy kuzatib boring va xuddi shunaqa men prosta takka chiqib sizlarga gapirmoqchi emasman. O'zimda qilayotgan ishlarim va ularning natijalarini sizlarga ko'rsataman va bu narsani sizlar o'zingizlar ham qo'llasanglar bo'ladi. Hammaga rahmat, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.